Chips, bermang chips. Bu turishi zarar. Kireshki ham xuddi shunday. Pistalar eski kasalliklarni qo'zg'atish xususiyatiga ega. Vaqtlilar har xil yog'lardan tashkil topgan. Berangoda har xil trans yog'lar bor. Har xil gazlik va shiralik ichimliklar. Bular organizmga kalsiy bor. Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamda Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarni shifokorlar Muhammad. Xo'p, azizlar, bolalarning immunitet tushishi, bolalarning gipertonus bo'lishi yoki autizm kasalligini boshlanishi yoki shu kabi omillarga ba'zi paytda o'zimiz sababchi bo'lyapmiz. Ya'ni biz ota-onalar xuddi shu narsalarga sababchi bo'lyapmiz. Bolalarimizni doimiy yo'tal, immunitet tushishi yoki bo'lmasam doimiy gripp bo'lishiga ham yana qaytaraman o'zimiz sababchi bo'lyapmiz. Shu mana videoni ko'rib tushungan bo'lsanglar kerak, bugun bola ratsioniga kirgizish mumkin bo'lmagan narsalar haqida gaplashamiz. Ushbu ko'rib turgan barcha mahsulotlaringizning tarkibida shakar, allergenlar, ya'ni krasitellar, bundan tashqari ta'mni kuchaytirib beruvchi vositalar, har xil trans yog'lar yoki shu kabi narsalar bor. Xo'p, bugungi gapiradigan mavzuyim onalarga juda qiziq bo'lishi mumkin. Hurmatli onalar, ushbu ko'rib turgan barcha mahsulotlaringizni bola ratsionidan chiqarib olganingiz ma'qul. Birinchi aytadigan narsamiz hozirda yoshlar o'rtasida ommaga kirgan chipslar haqida bo'ladi. Chipslarning tarkibi G565 moddasi, ta'mni kuchaytiruvchi modda, shakar, tuz va qo'shimcha har xil pripravalar. Ular bola organizmga tushgandan keyin bolani oshqozon ichak hazm sistemasini yallig'lanishni boshlaydi va oshqozon ichak hazm sistemasidagi tog'lachalarga o'z ta'sirini ko'rsatib, bolada razdражение paydo bo'lishi mumkin. Juda ko'pchilik yaxshi biladi, bola immuniteti oshqozon ichagiga chambarchas bog'liq va siz chips olib berishingiz oqibatida bolani to'g'ri ovqatdan chiqarib, uni har xil konservantlarga bog'lagan bo'lasiz. Keyingi aytadigan narsamiz hozirda modaga kirgan kreshki. Bola jim tursa bo'ldi, shu kreshkini beraveraman degan onalar juda xato qiladi. Kreshkining tarkibi ham xuddi shunday vositalar, ya'ni o'ta sho'ri bor buni, o'ta sho'rida tuz ko'p bo'ladi. Ta'mni kuchaytiruvchi vosita, shakar va shu kabi har xil trans yog'lar. Nima uchun trans yog'lar deyapman? Chunki shu kreshki ham, chips ham pista yog'i ishlatish bilan tayyorlanadi va juda ko'pchilik yaxshi biladi, pista yog'ida neft bor. Bu haqida Instagramda video rosa ko'payib ketdi. Hozirda pista yog'ining tarkibiga neft borligi hattoki skоворodkalarga quyilgan holda videoda ko'rsatilmoqda. Endi tasavvur qilib ko'ring. Sizni bolangiz uchun pishiriladigan chips yoki kreshkilar shu pista yog'larida foydalanishi mumkin. Foydalanmasligi ham mumkin, lekin buni tarkibi boyaga aytganimdek laktoza, fruktoza, ta'mni kuchaytirib beruvchi vositalar va shira moddalari, ya'ni shakar. Ular albatta bola organizmiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Endi keyingi aytadigan narsamiz bu vaflilar. Vafli ham o'ta kuchli shakarga ega bo'lgan va buni tarkibida har xil yog'lar, hattoki trans yog'lar bo'lishi mumkin. Undan tashqari buni tarkibida gluten bor va ta'mni kuchaytirib beruvchi vositalar. Ta'mni kuchaytirib beruvchi vositalarni yana qaytaraman, bola organizmiga o'z zararini ko'rsatadi. Birinchi o'rinda bolaning ishtahasini bog'laydi, ikkinchi o'rinda bola organizmidagi to'g'ri ovqatlanish ratsionini buzadi, uchinchi o'rinda bola organizmi shakarni oshiradi va bolani shu ko'rsatayotgan mahsulotlarimiz barchasi o'ziga o'rgatadi. Undan tashqari pechenyelar. Pecheniyeni ham juda ko'p berib bo'lmaydi. Keyingisi pista. Hozirgi 3 yosh, 4 yosh bolalarga men ahamiyat beryapman. Ota-onalar pista chaqib berishyapti. Azizlar, pista gerpes va gerpes viruslari, sitomegalovirus va shu kabi viruslarni qo'zg'atish xususiyatiga ega. Oxirgi aytadigan narsam mahsulotlardan bu yeryong'oq. To'g'ri, yeryong'oqning tarkibida temir moddasi juda ko'pdir, lekin buni tarkibida trans yog'lar va bola hozirda hazm qilishi qiyin bo'lgan moddalar ham bor. Keyingi aytadigan narsalarimiz ko'rib turganingiz gazli ichimliklar, har xil shirali choylar, har xil kompotlar va ho'kazorlar. Hurmatli aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsiz, gazli ichimliklar haqida va uning tarkibi, uning zararlari haqida video chiqarganmiz. Undan tashqari energetik ichimliklar haqida ham video chiqarganmiz. Bu ichimliklarni iste'mol qilgan vaqtda bular organizmga singiydi va bolani birinchi o'rinda ishtahasini bog'adi, ikkinchi o'rinda qondagi sahar miqdori, ya'ni qand miqdorini oshiradi, uchinchi o'rinda organizm kalsiyni yuvadi, to'rtinchi o'rinda bola shu narsaga mukkasidan ketishni boshlaydi. Sababi bir paytlar gazli ichimliklar va shirali ichimliklarga qanchadir miqdorda narkotik yoki shu kabi vositalar solingan degan ma'lumotlar internet tarmog'ida yo'q emas. Shuning uchun bolalaringizga mana bunday chupa-chupslar berib, uni og'iz bo'shlig'idagi har xil yaralarga, stomatitlarga, tomoq og'riqlariga sabab bo'lmang. Har qanaqa holatda bolangizning sog'lig'iga hech qachon befarq bo'lmang. Bugungi aytgan videomiz qisqa metrajli bo'ldi, lekin ko'pchilik uchun tushunarli, manfaatli bo'ldi. Mahsulotlarni oldimga qo'yib qo'yganimga sabab sizlarga tushunish oson bo'lishi uchun. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Sizlar bilan YouTube olamda sizlarni shifokorlar Muhammad bo'ldi. Siz bolangizni qanday ovqatlantirishingiz haqida kommentariyada yozib keting.